Hammaga sizlar bilan Happy Recipe kitobi bo'yicha navbatdagi qismni ko'rib chiqamiz. Yusomunpop grammatikalarni boshlagan edik. O'sha kelgan joydan davom etamiz. 9-ga kelgan edik. Indin semida deb hisoblamoq, hisob deb tarjima qilsak bo'ladi. Buning sinonimlari gona katta, gona machan kajida, gona tarimi opta desak bo'ladi. Ya'ni hozir tekshiramiz. Aytganimizdek indin semida, gona katta, gona machan kajida и gona tarimi opta. Buning sinonimlari namana saham, masaham yoki просто saham deb ketsak ham bo'ladi. Namana, adodo, chianado, gotto, opshi. Bular hammasi bir-biriga sinonim hisoblanadi. Navbatdagi ke mo'qchoq maqsadda ishlatilib, ish uchun deb tarjima qilinadi. Keniki to'roq hisoblanadi. Ikkalasi ham ish uchun deb tarjima qilamiz. Ninkireniki ya'ni taga hisoblanadi. Ayotib deb tarjima qilamiz grammatikalarni. 13 aopoaya grammatikasi ayo-oya deb ketsak ham bo'ladi. Aopoado, aopontago, hedo grammatikasi desangiz ham yoki sangiz ham deb tarjima qilsak bo'ladi. Leyli punida yagonalikni ifodalab atiga xolos deb tarjima qilsak bo'ladi. Leyli punida pulguahada chinaji anta leyl tarimida hisoblanadi. Buning sinonimlari. Keyingisi 15 asoy heninde. Buniki leyl konkretda hisoblanadi. San bo'larkan deb o'tmishda bo'lgan ish harakatga nisbatan afsusda ishlatiladi ko'pincha. Ryotton chamida kevek, plan, maqsad, reja, maqsad emas, rejada ishlatiladi. Ryotton chamidaniki ryogo hetta hisoblanadi. Tarjimasi moqchi bo'lib turgandim deb tarjima qilsak bo'ladi. Kiveso endi mana maqsadni ifodalaydi. Kivesoni o'zi ryogo koja. Bular ish uchun deb tarjima qilsak bo'ladi. Navbat nindero 18da dek deb tarjima qilamiz. Nindero, ningotchorom, gotkwa kaji buning sinonimlari. 19 talyo itta ga bog'liq. Talyo ittaniki kinarimida hisoblanadi. 20 chidomorada ham mumkin chuychik taxminda ishlatiladi. Chidomorada sudo itta hisoblanadi. Navbatdagi grammatikalarni ko'rib chiqamiz. 21 leyl manada arzugulik, loyiq, munosib desak bo'ladi. Suyinni hisoblanadi buning sinonimi. Innin konyon 21 u yoqda tursin deb tarjima qilsak bo'ladi. Buni anaqasi innin konyonniki mo'llonigo malhalgotto opko hisoblanadi. Innin chokkada grammatikasi dek tutmoq harakatda ishlatiladi. Innin chokkada nin gotchoram henton hetta, nin chehada hetta hisoblanadi sinonimlari. 24 tagaponnika ligi sabab desak bo'ladi. Kiom ya'ni tajribada ishlatiladi. Tagaponnikaniki innin tasih hisoblanadi. Keyingisi 25 tishi kabi dek desak bo'ladi. Piyu taqqoslashda ishlatiladi. Tishiniki nin gotchoram hisoblanadi. Innin panmyone sangpan qarama-qarshilikni ifodalaydi. Panmyoneniki nin te pane hisoblanadi. 26 myonsodo yoki просто myonsoni o'zini ishlatsak ham bo'ladi, do tushib qoladi. Bunda sinonimi gosodo hisoblanadi. Bu myonso grammatika emas. Shunga ham e'tiborli bo'linglar. Myonso boshqa. Navbat 28 innin tedo bu ham sangpan qarama-qarshilikka anglatadi 28dagi ham. Ya'ni saham yoki lekin deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Sangpanlarni bilamiz, hammasini lekinga tushib ketaveradi o'zi. Mana tedo chiman. Chiman bilamiz lekin, bu ham demak lekinga bemalol tushadi. Innin kahamyon, buni ham lekin desak bo'ladi. Nin kahamyon, kinin hajima hisoblanadi. Tinji saham. Tinji torado buning sinonimi. Saham bo'lsa ham to'roq. To'roq betda vaqt darajani ifodalab kelyapti. To'roqga ilte kaji hisoblanadi. Innin takiye kille grammatikasi takiye killeniki tago heso hisoblanadi. Ligi sababli deb ketsak ham bo'ladi. Sabab grammatikalari. O'ryomyon qozon bizda moqchi bo'lsangiz deb tarjima qilsak bo'ladi. Niyat farazda ishlatiladi bu grammatikamiz. Ryomyonniki kivesonnin bo'ladi.
34 avopoida grammatikasi. Avopoidaniki g'o't katta hisoblanadi. Indin g'o't katta, o'tgan zamonda ishlatiladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ip ko'rinadi, dek ko'rinadiga o'xshaydi tarjima qilsak bo'ladi. 35 lika opta ish mumkin emas. Lika optani o'zi G anasil go'shida hisoblanadi. Buning sinonimlari. Va keyingilari 26 kmanada. Kmanadaniki iltemada hisoblanadi. Iltemada. Keyingisi indin chero 37 ganicha ligicha deb tarjima qilinadi. Buning sinonimi go. Kodoniki kodo grammatikasiniki nin tedo hisoblanadi. Bu ham shu qarama-qarshilikni anglatib, tarjimasi lekin desak bo'ladi. 37 ni mana bu indin cheroni aytmanman, ya'ni chisok uzluksizlikni ifodalab, uzluksizlik deyman. Ganicha ligicha deb tarjima qilinadi bu. Tarjimasi o'zbek tilida ganicha ligicha. 39 indin chulmollatta grammatikasi. Chulmollattaniki optago senga katta hisoblanadi. Tarjimasi ligini bilmasdim yoki bilmaslik degan bo'ladi. 40 indin nomoji. Buni sabab ifodalab, sababli yoki natijasida desak bo'ladi. Nomoji tasih hisoblanadi. Bo'ldi, sizni qiladigan ishingiz 40 ta grammatikani yod olish hisoblanadi. Agar yodlashda qiynalayotgan bo'lsanglar, biz bundan oldingi darslarda 40 ta grammatikani qanday qilib yodlasa bo'ladi. Shu bo'yicha Telegramda post tayyorlaganmiz. O'sha postni o'qib, qanday qilib bu 20 tani tezroq 40 tani tezroq yodlasa bo'ladi. Shuni bilib olasiz. Iloji boricha harakat qiling. 2 ta darsda yakunlashga, maksimum 4 ta darsda. Undan yo'g'iga o'tib ketmasin. Chunki biz oldinda yana katta bo'limda kutib turibdi yodlanadigan narsalar, shuni hisobiga oldindan yodlab qo'yishga harakat qilamiz. Bugungi darsni shu yerda tugatamiz. Yusomonpo bo'limini to'liq yakunladik. Keyingi darslardan 5, 6, 7, ya'ni reklama bo'limiga kirish boshlanadi bizda. Endi siz qo'rqmasdan birinchidan 4-savolgacha bo'lgan qismiga tayyor hisobsiz. Faqat doimiy takrorlash, mashqlar ustida ishlab borsangiz, to'g'ri javob topish imkoniyatingiz kattaroq bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.